Qayerda? Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Rentpolni bugungi obzorida shlifovka pola и parketa. Bu taxtani shlifovka qiladi. Mana eski holatini ko'rasiz, mana kraska bo'lyapti. Bu apparat mana o'zini shtuka qo'yiladi. Endi 20 talik. И грубый tosh qo'yasizlar. Keyin undan keyin mana bunaqa o'zini nulyovkasi bor. Nulyovka qo'yasiz. Ideal holatga keladi. Biz faqat hozir грубый deb o'tganmiz. 220 tokda ishlaydi. Toza turetskiy apparat. Mana o'zini birkasida ham model turkiy deyilgan. Ma'mulasi o'zi balansirovkani ushlaydi, o'ngga chapga. Motori 2 kilovat, 220 da ishlaydi. Balonlar hammasi geliy. И o'zini mana changini yig'adigan mana qopi bor. Hozir ishlash protsessida ishladi. И qopini mana o'ziga o'ng yildi. Bu yerda mana instruksiyasi ko'rsatib qo'yilgan, qanaqa ishlatish. И mana hozir ishlash protsessini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Pilisos bu tiqiladigan joy mana bu yerdan chang tortadi, и qopga yig'adi. Bunda barabarlari ham bor, remeli. Kimga shunaqa turetskiy shlifovka, pola, parketa, taxtani yangilamoqchi bo'lsangiz, Rentpro 27 ga ishlaydi. Dostavka xizmati bor. Любой время telefon qiling, yetkazib ko'rsatib beramiz. Taxta shlifovka, unchasida yo'lik.